Әтісі bir kun yo'qolib ketgan Anzar kashlab kelgan Olinurning hujrasiga kirdi. U Xanzuchi o'qishliqqa qadilib qolgan qiziga lappida qarab qo'yib, o'rindiqini tam tubiga surdi. Biroq Olinur dadasiga qarabmi qo'ymay, nimalarnidir hajilab o'qiydi. "Sening o'qishingni so'zishib keldim", dedi Anzar beshini ko'tarmay. "Qandoq? Yezigilik mashinalaштырыш maktabida o'qimsan?" To'liq o'tir maktabni bitirib, texnikum darajalik maktabda o'qish sal or kelsimi, Olinur ko'nglida yanada xush bo'ldi. Albatta, bilim egilash ham uni pallim-palla cho'nqurlatish o'quvchining tirishiga, shijoatiga bog'liq ish. Texnikum degan qalpoq izdanguchining yo'lini hargiz to'sib qola olmaydi. "U maktabda dadamning inisining o'g'li o'qituvchi. Ayoli bo'lsa o'quvchilar boshqarmasining boshlig'i", dedi Anzar ishonchli holda. "U maktabni yaratmamsan, sening 11-sinfni bitirganligingni devidim. Kichik dadamning o'g'li maktab mudirlari bilan so'zlashib hal qilib berdi." "Bo'pti, o'qiy." Olinurning chehrida rozmanlik ifodalandi. "Rahmat dada, tunugungi gaplarimdan apu so'rayman, ko'nglimga olmag'ana?" "Bo'ldi, bu ishlarni deb yurmagin. Men mo ismdan chiqarib Anzar esimdan chiqarib deganda ko'zlaridan so'g'uq chiqqan chaqnadi. "Atsini o'zim opirib o'rinlashtirib qo'yib kelaman." "Dada, rostdan xafa bo'lmag'in juma?" Olinur birdilli erib qoldi. "Mening sening bilan takallashqim yo'q edi. Biroq bir yildan bir tartgan kunlarimni sen tasavvur qila olamsan? Bilamsan, ishning xo'rliqini tartdim." Anzar g'alitil kulib qo'yib hujradan chiqib ketdi. Olinur Shinjang yezigilik mashinalashtirish maktabining o'quvchisi bo'lib qoldi. Dadasining tuqquni Turg'unjon maktab bo'yicha innovator, bilimlik muallim bo'lib, ayoli Ramila o'quvchilar boshqarmasining boshlig'i edi. Er-ayol ikkisining mijoz xarakteri o'xshashla, xushbe'il, ochiq yo'ruq, bisotidigini ayamaydigan mard odamlar ekanligi gap so'z harakatlaridan chiqib turadi. Olinur maktabga kelib, hafta ichidala sinfidagi qiz-o'g'il savoqdoshlari bilan chiqishib ketdi. Bo'libmi ularning ichida Tarixa, Saodat, Baxtiyorlar uning eng yaqin do'stlari bo'lib qoldi. Tarixa savdogarning qizi bo'lg'achqimi, davomliq apchil yasinib yuradi. Uning bo'yin, bilak, quloq barmoqlarida oltin zibi-zinnatlari parqirab turadi. Oliy maktabga imtihon berib, numri kamlab qolganlik uchun mushu maktabda o'qiyotdi. Saodat to'liqsiz o'tir maktabni bitirib, taqsimot bo'yicha kelgan edi. Bularning ichida zehni o'tkir, ancha-muncha she'r yozib qo'ydigan, davomli quliqidan tinchig'ishni ayirmaydigan, o'zini salobatlik tutadigan, egiz bo'y, oq yuzlik, qop-qora qoshlari yaltirab turadigan Mastona laqamlik o'quvchi Baxtiyor edi. U ingliz tiliga shunchalik mahliya bo'lib ketganligi, oshxona, darsxona, maktab beg'i, hatto beshini yostiqqa qo'ygandimi nimalarnidir deb pichirlaydi. Uning bir qatim taratxonada o'tirib, kimlar bilandir so'zlashgandek ovozini anglagan bolalar uningga Mastona deb laqab qo'yib qo'ygan edi. Baxtiyor Olinur kelgan kunila birinchi bo'lib eg'iz ochdi. "Ismingiz ajab chiroyli-ku sizning. Olinur. Rost aytman, ajoyib ma'nilik." "Rahmat sizga." Olinur villida qizirib bosh egdi. "Baxtiyor, xil-xil qizlarni bundoq maqtamaytingiz. Olinur kelmay ko'zingiz tushdimi nima?" Tarixa chaqchaq qoldi. "Bu qiz to'g'riliq ingliz she'r yozib bermang yana." "Yozsa arziydi." Baxtiyor yer beqib turgan qizga lappida qarab qo'ydi. "Olinur,
siz to'liqsiz o'tir maktabdan taqsimot bo'yicha keldingizmi? Ajib kechikib kelibsiz. Men to'liq o'tir maktabdan keldim. Oliy maktabga imtihon beradigan chaqda og'rib qolib, imtihon qatnasha olmagan. Bu jihatda ikkimiz taqdirdosh kelamiz. Baxtiyor 10-sinfga ko'chgan yili mashina hodisasiga uchrab, bir puti 3 yerdan ig'ir sungan edi. Uning puti das so'ngi bilan qo'shilib, kepsilinib 5 oy yotdi. Qaytib chiqqandan keyinmi 1 yildak o'ri bo'la olmadi. Baxtiyorning dadasi Amerikada o'qigan bo'lib, statistika idorasida ishlaydi. U xalqaro moliya boshqarish kasbi bo'yicha eng iqtidorli ziyoli edi. Baxtiyor 2 yil o'yin tutib yetish jarayonida dadasi uningga ingliz tilidan dars o'tdi ham yanchiq unalg'isi elib berib, tinchg'ish orqali uning talaffuz qilish, anglash, so'zlash iqtidorini o'stirib mangdi. Oliy maktabga kirib o'qish fursatini o'tkazib qo'ygan Baxtiyor bu yil mushu maktabga kirib o'qish fursatiga ega bo'lgan edi. Shu kuni ular tushlik tomoqni bozorda yeyishdi. Mardlik tutib ketgan Baxtiyor 3 qizga bir taxsidan langman elib berdi. Maktab oldidagi uzun ko'cha, oshxona, navoiyxona, telefon bo'tkisi, ko'ktat, yal-yemish do'konlari bilan avod bo'lib, hamma nima tepilatdi. O'quvchilarning ba'zilari tushlik tomoqini muvofiq qilishib, oshxona xo'jayinlariga oyda bir qatim haq to'laydi. Attigan kechda bo'lsa, non bilan choy ichishadi. Alinur maktabga kechikib kelgachgimi, bir oygacha uyga qaytmay, qilib qolgan darslarni takrorladi. Tarixa Baxtiyorlarni yordam qilishdi. Lekin dadasining bergan ozg'ina puli o'qish materiallari elish, tomoq yeyish bilan tugadi. Bir juma kuni Alinur dadasidan tomoq puli akilish uchun uyiga bordi. U yanchiqdan oshpishni elish orliqida eshik qiyo echilib, Gulnisoning yuzi ko'rindi-da, shartli tortib oldi. Bir nijozatning purni urilgan Alinur uyga etilib kirishi tamga chaplashib turgan Matnuri olmon-talmon sirtqa o'zini otdi. Orqadan qo'g'lab chiqqan Alinur koridor panlampida turib, bar ovozi bilan tilladi. "Voy, paskinizning axir o'g'ri! Senlar qachongacha dadamni ahmoq qilasan? Xat to'xtab tur, sen munofiqni soqchixonaga deb adibini bermaydigan bo'lsam." Xulim qo'shnilardan o'g'irliqchi ko'ngil echiyotgan Gulnisa qo'rqqandan Alinurni quchoqlab uyga akirib ketdi. Ongacha bino ichidan gup taroq, jonli zarb bilan yepilgan eshiklarning ovozi orqa-orqadan anglandi. Chiroyida qandidori qolmagan Gulnisa darhol berib eshikni yepivatdi. "Jinim Alinur, o'nchivola bor qirmang." Gulnisa har qitim tili tutilganda sizlab gap qilsa, Alinur sallab til solatdi. "Hech bo'lg'in yo'q, mayda birdan ahvollashib ketdi shu. Hey, paskin buzuq, avla nima?" Alinur karvat ustidagi chaylangan yotgan ko'rpalarni, yerdagi tozliq qog'ozlarni ko'rdi. "Senlar mening qulqimni qatirib, yuzimni qilinlashtirib etishdim. Dadam qani?" O sizni maktabga olib qo'yib, atsin ichkiriga safar qilgan. Shuni bu uyni o'nchi qoldi deb fohishxonaga aylantiribsan-da? Alinurning ko'nglidan bir ish kechdi. "Xap, bu ishni axtamga deb sen javobni nima qilamankin?" Alinur sirtqa menishi Gulnisa uning oldini to'sib yolvorishga boshladi. "Men xush bo'lib ketay Alinur, axtamga tegichi bo'lmang. O ishchi kuchlik bola bu uyda qonliq jidal chiqirdi. Meni bu huzurlashdan yolmaydi. Hey, nima istasam bo'lmamdi. Butun oshxona san qoldi. Yemak-ichmak, kiyim-kechak, pul-puchak eshib-teshib turibdi. Yana sening neman kam? Agar dadamga mayling bo'lmasa, ajrashib ket." O o'zi unmaydi yoki arladek bo'lmaydi. Bo'ldi. Endi shunchalik lozlash qilinmi yita? Alinur uning gapining beliga tegdi. "Dadam menga tomoq pul tashlab ketmadimi?" "Yo'q, bir eg'iz gap qilmay chiqib ketdi." Xazinasi. Gulnisa yig'lag'ash yanchiqidan 100 so'm chiqarib Alinurning qo'liga tutqizdi. "Buni xajligash turing.
Senin maynak pulunu hajlamayman. Alinur pulni uning yuziga otdi. Buni chekan gapam. Alinur o'qdek etilib sirtqa chiqib ketdi. U to'rt ko'cha do'qmishida birdan gangrab turgandan keyin Uchtash oshxonasiga minib ketdi. Alinur tasaddibilar maktabga kirib qolganlik uchun bu yerda 11 kunlik ish haqqi qolgan edi. Mana dadasi yana qaytibdi. Endi uningga tamoq, o'qish materiallari ham turmush xarajatlari uchun ketadigan pulning manbasi uzilgan edi. Anzarning xiyoli zodi nimadi? U nima uchun o'z pushtidan bo'lgan qizini bunchalik azoblaydi? G'uljiga ketishga yoki Urumchida o'qitishga qo'ymasa, bu odamni ta'tir qilganlik-ku. Alinur o'qishni qandoq davom etadi? Gulnisodan pul elish, uning noshoyan ishlariga sherik bo'lish bilan barobar. Bu xuddi o'g'rining qaznaqchisi bo'lgandekli ish. Tova, ajoyib erlar bo'ladi-ku-na. Xotiniga mayli yo'q, lekin undan ayrilg'isi kelmaydi. Buzuqchiliklarni bilib turib ko'rmasga saladi. Agar bilmasa, g'urursiz, izzat nafsini dafsana qiladigan degan haqoratni anglab turib sukut qilamda. Alinur bosh oxiri yo'q xiyollar bilan Uchtash oshxonasiga kirib keldi. Aqsuli xo'jayin ham mulozimlar uning bilan bakmi qizg'in ahvollashdi. Uning o'qiyotganligini anglab tabriklashdi. Alinur 11 kunlik ish haqqini so'rashdan uyilib, dadasining ishkirga ketganligi, turmushda qiyilinib qolganligi, shunga bugun ati o'g'in 3 kun ishlab berishga kelganligini ta'sdi dedi. "Bak obdan qipsiz qizim", dedi Aqsuli xo'jayin. "O'rningizga bir cho'kan olgan. Texi 2 kun oldida yo'lga sep qo'ydik. Xudoyim ba, jo'zi sursa qo'lida dasmol uxlayotgan, ko'zining jigiga akilib, oqlig'ini tursa bir bosh samsaqni yarim kun oqlagan, qochquchilarni yusa biz orqadan chayqayotgan. Hay, jinimizning jaq to'yg'izdi. Bo'pti. 3 kun bo'lsin ishlang. O'tganda 11 kunlik ish haqqingiz qolgan, qo'shib beraylik." Alinur yakshanba kunigacha sahar kelib, kash qaytib, o'zi qilishga tegishli ishdan sirt manqulat ambarlari, chini qoch tizadigan ishkoplar, tamoq jo'sining puttiriga yuyib tozalab parqirtavatdi. Hatto oshpaz va mulozimlarning xalat posmalarini yuyib, xo'jayinni qavatli xush qilavatdi. U qaytadigan vaqtda xo'jayin uning 14 kunlik ish haqqini qo'shib 150 so'm berdi. Alinurning yuragi butun, ko'ngli to'q qoldi, maktabga keldi. Shundaqdimi bu pul tejab xajlaganda bir oylik tamoq rasxotiga oralli yetadi. Uning ustiga tish paroshuki, sopun, qizlarga kerakli narsalarni elishga to'g'ri keladi. Alinur ko'p kunlarini 3 vaqt non, qaynoq suv bilan o'tkazdi. Ba'zida Ramila tushlik tamoq taklif qiladi. Bundaq fursat uning uchun go'yoki hayit bayramdek tuyuladi. Bir kuni Turg'unjon muallim, Ramila ularning o'ttir maktabda o'qiydigan 2 o'g'li bo'lib, 5 odam tushlik tamoq yeb etib, Ramila gap echib qoldi. "Alinur, buningdan keyin darsdan tushiblar ko'ktatlarni adalab, go'shtlarni to'g'ri to'singiz, ikkimiz qo'l-qo'l tutishib tamoq etsak, ballarni kechikmaydi. O'zingizmi tushlik tamoq uchun bozorga qatirib yurmaysiz, bo'lamdi?" "Bo'ladi, hada, buningdan keyin shunday qilay." Bunda xayrixohlik, tamoq puli qo'ydi puchilinayotgan Alinurga maydek yoqdi. U shuningdan boshlab bu oilaning osh tamg'ig'ili emas, kir-qatlarini yuyish, uylarini tozalashdak ishlarni boshlavatdi. Yakshanba kunlari kunlab yig'ilgan kiyimlarni kir olg'ida yuyib yoyatdi. Dazmol solatdi. Pardalarni tortatdi. Aynak ishkop, darizlarni surtib, parqirtib etdi. Ramila buningdan bakmi roziman edi. "Alinur, dadangiz biror qitim kep qo'yay demaydi?" dedi Ramila bir kashlik televizor ko'rib o'ltirib. "Ishi shundoq qoldirashman? Dadam meni maktabga kelib qo'yiblar, o'zi ishkirga ketibdi. Menmi
Alinur yig'lavatgili tasli qoldi. "Uyay, g'alati odamkina u." Ramila eri Turg'unjonga lappida qardida qo'shuvlar turildi. "Sizning 1 yillik o'qish pulingiz 2800 so'mga hujjat yozib berib, pulni topshirmayli ketgan nimasi? Buningdan faqatla xabarim yo'q ekan." Ko'z yumib ochqicha Alinurning yuzi sup-sur tatirib ketdi. "Men dadamni mush maktabda ko'rgancha qayta ko'rmadim." "Qiziq gap bu. Dadangiz atogin ichkirdan nurg'un pul keladi. 1-2 kun ichida topshirman degan edi." Ramilaning ochiq kelganligi qosh ko'zlaridan bilindi. "Shu Turg'unjon ishkimiz oraga tushib maktabda rahbarlikni ma'qul keltirgan. Azar yaqin orada keladigandakmi?" so'radi Turg'unjon. "Ichkirdan pul kelmagandan keyin o'zi berib akalmoqchi bo'ldim-ki-ya." Men uning kelishiga ishonmayman." Alinur olqonlarda yuzini to'sib yig'lavatdi. "Uning maqsadi meni o'qitmay oshxonada ishlatish." "Voy, bo'ldi, yig'lamang." Turg'unjon xijil bo'lib qoldi. "Undaqmi qilmas, kep qola." Dadisiq bo'lgan nafrat butun vujudini qoplagan Alinur to'liq o'tir maktabni bitirgan turug'liq bu maktabga qandoq kelib qolganlik jarayonini so'zlab berdi. Turg'unjon bilan Ramila yaqinlarini tutqunicha uzungacha zuvon surmadi. "Oqso'li xo'jayin bergan 150 so'm pulni har kuni quruq non yeb mushkunga yetkazdim." Alinur o'pkasini bosolmay yig'ladi. "Uyga opam bo'lsa pul emas, oshvoyda turishimdan bezor. Men uni ko'ziga qadalgan yilmasqi bo'lib qoldim." "Bo'ldi, yig'lama. Anzarning bunchalik bo'lib ketganiga hayronman." Turg'unjonning Alinurga ish chaqirib qoldi. "Men o'qish pulingizni kayniga surib topshirishni maktab rahbarligiga aytay." "Angacha Anzar o'zini kep qola," dedi Ramila Alinurning ko'nglini yasab. "Bundan keyin tamoqni bizning uyda yeying." Shu kundan boshlab nomusga chidamagan Alinur bu uyga qadam bosmadi. Bir necha qitim Ramila uni chaqirib akirib tamoq bergan bo'lsa-mu, yuzi tuvan bu qiz xijolatchilikda ularga tikilib qaraya olmadi. Biroq u qo'rsaqdan qattiq qiynalmoqda edi. Baxtiyori Parixalar ancha-muncha yordam qilib turgan bo'lsa-mu, ularga davomli yo'lni berishga g'ururi qo'ymadi. Chunki ularni o'quvchida. Alinur yana bir tanglik silib turg'ini oyda, faslda maktab tarafidan tarqatiladigan material pulli edi. U pul to'layolmagachga Parixa Saodat Baxtiyorlarning materiallarini elib, ular uxlaganda koridordagi chiroq yo'rqida ko'rib oladi. Atsi bo'lsa, beshi og'rib, ko'zlari qizirib, sinibda tasda o'tiradi. Alinur kunlab qaynoq suv ichib, qo'rsqi osh yurgan kunlarning birisida dadisini tushab qoldi. U o'zicha ta'bir berib, "Tong sahar ko'rgan tush rostga aylanadi" deydigan. Yoki dadam kelib qolganmidi? Kelgan bo'lsa tex yaxshi. Agar kelmagan bo'lsa, Gulnisa degan xotindan bir amal qilib pul olmasam bo'lmaydi deb o'yladi. Juma kuni darsdan tushibla avtobus bekiti oldiga keldi. Ularning maktabi shahar sirtida bo'lg'ashqa 2 avtobus almashib boradi. Alinur bilet almoqchi bo'lib, qo'l sumkasining sirtmasini echishi 4 qatlangan bir parcha xat ko'zi tushib qoldi. Bu Baxtiyorning 1 oy burun yozgan muhabbat xati edi. Xat to'liq samimiy yozilgan bo'lib, bir sap yurakning aynan soyisidek ta'sir beradi. Alinur garchi Baxtiyorni yaxshi ko'rmasa-mu, o'qish g'oyis kapolatga erisholmay turganida bundaq tuyg'ular uning qalbidan o'rin ola olmaydi. Shunga u Baxtiyorning ko'nglini oyab, o'ylanib boqay deb bir oyni o'tkazibdi. Shundaqla bu xat qachonki qo'liga tegdi, shundan boshlab Baxtiyorning yordamini qabul qilmaydigan bo'lib oldi.
Alinur xatni ushshaq parchalab avtobus darizasidan sirtqa to'zitib. Alinur uyga kirib kiyim asqish qarabla dadasining kelmaganligini bildi. Divanda gazir chaqqash putini olmab, televizor ko'rayotgan Gulnisa uningga qarab, "Hajab uzun yo'qolib ketding-ku" deb qo'ydi. Alinur birdam demini elib olgandan keyin maktabda tartayotgan kunlarini so'zlab, tamoq pulidan qisilib ketganligini aytdi. Gulnisa ichida, "Xeyli yavaşlab qapti-ku bu qiltaqchi. Hey gal, odamni nima ko'ylag'i solmaydi?" deb o'yladi. Ham Matnuri ikkisi allburun ko'ngliga pukib kelayotgan planni amalga oshirish fursati kelganligini his qilib yetdi. "Oshxonni qaytadan zinnatlagan. Naqpulning hammasi tugidi", dedi Gulnisa chiroyiga samimiylik tus berib. "Sirtda bir elishim bor edi. Ati tushdan keyin bilib berib olayli. Shu puldan bersam bo'la?" "Atat degan bo'lmasmi? Oshxonaga ishlayotgan ustamlar bilan material elishga xualinga bormoqchidik", dedi Gulnisa qapoqlarini suzib. "Ular atat degan meni saqlamoqchi." Naqpul tugidi degan edi. Materialni qaysi pulga oladigina degan o'yga kelgan Alinur Gulnisaga gumon bilan qaradi. Buni sezgan Gulnisa darhol gapini tuzatdi. "Ustamlarga höddiga berib pulni oldin topshirib etgan. Men faqat ular olgan materialning sifatini zig'irlab bersam bo'ladi." Alinur atis tushki saqlagan bo'lsa-mu, Gulnisa kelmadi. Bu xotin zodi nima o'yinlarni o'ynab yurdi degan xiyol bilan tushdan o'tganda oshxonaga bormoqchi bo'lib turishi Gulnisa kirib keldi. U ustamlarning tam ishkabni buzib qo'yganligi, uni qaytadan chuvib yasaganligi haqida bir muncha valoqlagandan keyin yangi kiyimlarini almashtirib yuvinish uyiga kirib ketdi. U xeyli uzun hayal bo'lib chiqqan chig'ida yuzidagi quyuq kirimdan to'nuqsiz holatga kelib qolgan edi. Gulnisa Alinurni girim qilishga qistigan edi, u zotli unamadi. Gulnisa Alinurni taksiga selib akatdi. U oldida o'ltirg'ashqa shofirga nimalarnidir deb ketayotdi. Mashina chang-chang yo'lida ozroqli minib so'lga qayrildi-da, borgan siri ko'ni binolar, yerlik uylar joylashgan agir-pugir ko'chalarda aylanib yurib, 2 qavatlik uy oldida to'xtashdi. Alinurning ko'ngliga uygandek bo'lib, uyoq-buyoqqa qaradi. Eshik beshiga Zulayxa mehmonxonasi degan qo'pol vivizga esiqliq turadi. Gulnisa Alinurni boshlab 2-chi qavatga o'rladi. Ular koridor bo'ylab menib, chatdagi 3-eshikni chekib kirdi. Bu uylar ichkarigi, tashqarigi 2 eg'iz bo'lib, har biriga 2dan karvat qo'yilgan edi. Alinur ichkarigi uyga kiribla bo'sog'ida turib qoldi. Chunki yeshil novut qoplangan divanda Matnuri shopir bilan yana biri yoshroq, yuzini donxo'rak besib ketgan bo'g'mi xo'rim chapanliq biri o'ltiradi. Ularning oldidagi choy ustiga to'xu go'shi, so'g'uq say, nashput, olma, apelsin, tonur ko'p qatorliq yemekliklar tizilgan bo'lib, ustal tagida qizil, oq aroq ham pivolar egiz past tizilib turadi. Ishning tegiga yetgan Alinur shartli orqasiga burilishi Gulnisa uning oldini to'sib oldi. Angacha Matnurimi yetib kelib, Alinurning belikidan tortib so'radi. "Nega borsiz? Birdam yerimda paranjib o'ltirmiz shu." Alinur puxta yenidala turgan ichilmagan pivini oldida Matnurining beshiga birini selishi chechining orasidan chiqqan qon yuzini bo'yiverdi. Donxo'rak bilan Gulnisa uning bilan birga bo'lib qolgan fursatda Alinur qechib koridorga chiqishi, aytilib kelgan Gulnisa uni orqadan quchoqlab oldi. Alinur botulkani dariza qirg'ib birini o'rvedi, qo'lida yarim so'liq botulka qoldi. Yerga to'kilgan pividan vashildab ko'pik qaynashga boshladi. Koridorni beshiga kiyib qattiq chirqirayotgan ovozni anglagan bir necha odam yotoqlardan chiqib qarishib turishadi.
Qo'rqib ketgan Gulnisa uni qo'yib etishi Olinur qo'lini bir shiltigan edi. Uning quloq tuvidan eg'iz jog'igacha kesilib qon yamirab ketdi. Olinur asabiylarcha chirqirab sirtqa yugurib chiqdi-da, uftur kelgan bir ko'chaga kirib ketdi. U hech nimani sezmaydi. Ko'chadagi odamlar uningdan dojib yiroq mengishadi. Bir chaqda u qo'lidagi sunuq botulkani ko'rib, yo'l chetiga tashlavatdi. Ondan o'zini sal besib olib, o'tganlardan yo'l so'rab mangdi. Olinur manga Janubiy Shinxua yo'liga chiqib qolganligini bildi. Uning kallasini qalaymaqan g'azabli xiyollar chirmib olgan edi. Olinurga endi dadasining uyi harom bo'ldi. Uning bo'sog'isiga qadam besish asla mumkin emas. Matnurining santurlib karvatga yiqilishidan shuni jazmlash mumkinki, uning beshi undoq-mundoq yerilmadi. Gulnisaning quloq tuvidan eg'iz javg'igacha avval oppoq yeriq ichildi. Ondan qon tirqildab etilib chiqdi. Daqiqa o'tmay bo'yin maydalari qip-qizil bo'yaldi. Endi u Olinurdan o'sh olmay qolarmi? Har xil behushlandirish dorilarini cheyiga selib berib, yana qandoqdir odamlarga tutib berishchi. Bu sharmiy hayolik qiz iffat nomusidan ayrildim deb biror yerga dod-faryod ko'tarib bora olamdi. Mumkin emas. Uningdan ko'ra u o'limni afzal ko'radi. Esib, dadasining hiyli nayranglariga ishinib, nemishqini Urumchiga kelgan bo'lg'aydi. Qancha jafo mushaqqat tarsimi, g'uljidan ayrilmagan bo'lsa, mush iflos xo'rliqlarni ko'rarmiydi. Anaytulla Abdusamatdek oq ko'ngil, qo'li ochiq shafoatchilar turg'ichida uni o'qitmay qo'yarmiydi. Anzar, sen qandoq muddat bo'lib qolgansan? Sening oti bo'lish salohiyating bormi? Qizing qandoq kunlarga qilyotdi? Sen uni do'zaxda qiynash uchun akelgan miyding? Notavon qizingning ko'z yoshlari seni tutmasmi? Olinurning hasratli xiyollari davomlashganmi bo'lar edi. Lekin biri uni chaqirib qoldi. Zilva bo'y bu qiz Olinurning 14-o'rta maktabdagi yaqin do'sti Gulmehra bo'lib, u shunchalik xushxuy ediki, davomli suzuk chehriga endiq bir tabassum yor edi. "Ey Olinur, sen Urumchi bormi sadi?" dedi Gulmehra qalin kirpikli ko'zlarini xumalashtirib. "Taylig'im dadasi xafa bo'lib, g'uljiga ketdimikin deb o'ylabdiman. Hozir yeziglik mashinlashtirish maktabida o'qiyapman. Ha, mana bo'pti-ku. Sen degan bek tirishchan, bek izdinasan, cho'qim istiqbolingni topalaysan. Ash maktabni bitirishimga ko'zim ilmaydi. Dadam yana qarmayapamda." Olinur dadasining ko'rinishda maktabga akirib qo'yib, amaliyotda qandoq shumliqlarni qilganligini so'zlab berib, yig'lab soldi. Gulmehra uning yoshlarini surtib tasalli bergan siri Olinur texmi esadab ketdi. "To'g'ri qildim. Qandoq odam u? Bizning maktabga hujjat yozib berib qochib ketgan. Bu qitimni yana shunday qilibdi." Gulmehraning olrang nepislari domsaydi. "Endi boshqalarga oldusin, o'zining qizini ahmoq qiz bo'lamdi. Bo'ldi, ko'nglim yerim qilma. Agar rostdan oxirgacha o'qib ketish ko'zim ilmasa, bizning uyga qaytib kel. Opam seni yaxshi ko'rganligi o'zing ayongu. Sizlarni yana parakanda qilamanmi? Voy, sen parakanda qilg'idek uyimiz 10 jon odam yo'q. Nayt opam ishkimizlar." Gulmehra parqirab turgan qirliq burnini silab qo'ydi. "Uylarimiz keng tasha, 4 egizlik uyni tozalab bo'lmay jo'liqim chiqib ketadi. İşimiz bir öğün tutup alsak, güldek yasivitimiz degine, kündük kitap görümüz, televizor görümüz, nakşa etimiz." Dilqut xazinasi. Gulmehra 14-o'rta maktabda o'qiyotgan chig'ida Olinur bilan yaqin do'st bo'lib o'tgan bo'lsa-mu, Gulmehra Olinurdan bir qarar to'van sinfda o'qiydi. "Sening o'qishing qandoq? Bu yil oliy maktabga imtihon bersan-ku deyman."
so'radi Alinur. Shundoq. Gulmihraning chehridan ishonch temib turadi. Cho'qim meditsina institutida o'qiyman. Sen o maktabda a'lochi eding. Shundaqdimi meditsina institutining nomer cheklimi bakli yuqurmish. Ishonchim komil. Apam Fazilat appayning izni basay debsanda? Gulmihraning opasi Fazilat Xinjiang meditsina institutini a'lo natija bilan bitirgan iste'dodli ayol edi. U Beijingda bilim oshirib qaytib kelgandan keyin yo'ldoshi Mirkamil bilan 2 o'g'li, bir qizini elib Turkiyaga chiqib ketdi. Turkiyaning havosi xil kelmadimi yoki ona yurt mehri uni qattiq seg'indirdimi, Fazilat 3 yil oranchi diyoladi. U vataniga qaytib ketishdi ching turib oldi. Mirkamil Istanbul bo'yicha dangliq doktor edi. 2 o'g'li turk tili boshlang'ich maktabida o'qiydi. Shunga u balalarning cho'ng Gulmihrani elib qaytib keldi. U burun ishlagan doktorxonaga qaytib berishni oldimi, shaxsiy doktorxona ochib davolash ishlari bilan shug'ullandi. 3 yil oldida u qizi bilan Turkiyaga berib, yerdan quruq yungni bilan o'rqultish texnikasini egallab kelib, Fazilat doktor davolash, o'sim tuzash, tarbiyalash markazini qurib, nurg'un shogirdlarni yetishtirmoqda edi. Alinur dedi Gulmihra do'stining holiga echinib. Agar o'qishni davomlashtirishga imkoniyat bo'lmasa, o'sim tuzash kasbini o'rganamsan. Xafa bo'lma. Alinur o'zir aytdi. Mening oxirgacha o'qig'im bor. Amsi bo'pti, lekin esingdan chiqama. Beshingga kun tushgandan biznikiga qaytib kel-a? Cho'qim shunday qilaman. Alinur Gulmihra bilan xo'shlashib maktabiga chiqib ketdi. Avtobusda kelib etib, uning ko'z oldida nurg'un savol belgilari paydo bo'ldi. Buning ichida eng cho'ng ham qo'rqinchli bo'lgani, "At qandoq qilaman? O'ybillikchu, ondan keyinchu" degan savol edi. Maktabdan tarqatadigan materiallarni olmay, boshqalarnikini oriyat elib foydalansami bo'ladi. Ammo qishliq ta'tilga yana 1 oydan ortiq vaqt bor. Qo'rsoq ishini qanday hal qilish kerak? O'z uyiga ochliqdan o'lsimi bormaydi. Turg'unjon, Ramilalar bak oq ko'ngil, yaxshi odamlar. Lekin dadasi ularning yaxshiligi badaliga 2800 so'm pulni gadiniga ortib qo'yib, aldab qochib ketdi. Endi qaysi yuz bilan tamoq yeyman deb kirar. Bu chaqcha Parixa baxtiyorlar qo'lidan kelishicha yordam qildi. Ularga qanchalik rahmat esi arziydi. Chunki ularning ota-onasi katta boylardan emas. Faqat har oyda kelayotgan tamoq, turmush pulidan qisinib Alinurga qanot yapdi. O'lsammi g'ururimni, izzat nafsimni xor qilmayman deb o'ylaydigan bu qiz bir kunlar kelganda cho'qim ularning saxovatini shafoat bilan qaytiraman. Bo'lmasa yuzim qora bo'lib ketadi deb o'ziga o'zi ahd qiladi. Alinur xuddi dam izlagan qush bolasidek hammani dangsab ko'rib, oxir ishonchlik bo'lmasimi, aplik choridan biri yodidan kechdi. Juma tushdan keyin shanba, yakshanba, 2,5 kun boshqa chaqlarda tush hamkashlarda maktab atrofidagi oshxonalarning birariga yordamlashib bersa, ularmi xush bo'lar. Alinur ishaqqa olmasin mayli. Qo'rsqini baxsili bo'ldi. Qishliq ta'tilda 3 tashdagi Oqsuli xo'jayinga ishlab berib, keyingi yarim yilning tamoq pulining yarmini bo'lsin hal qilib olmamdi. O'qish ham qo'rsoq xafaligida qolgan Alinur xiyol bilan maktabga kelib qolganini tuymayli qoldi. U avtobusdan tushib turishi baxtiyor eg'ir qadamlar bilan yetib keldi. Uning o'ng puti yelimi ozroq osqoqlaydi. Alinurga xat yozib, so'z tashlab, ochiq javob ololmagan bu bola ingliz tiliga mastona bo'lmay, balki Alinurga mastona bo'lib qoldi.
Biz yuqorida qayd qilib o'tganimizdek, Oliy Nur tirishchan, axloqliq, samimiy bu balani chin ko'nglidan yoqtirsimi, ammo o'zini qattiq cheklaydi. Ham Baxtiyorning ko'nglini oyaydi. Oliy Nurning yuragida lavuldab ko'yayotgani muhabbat o'ti bo'lmay, balki g'oya yolqini edi. Oliy maktablarda o'qisa, chet ellarda bilim oshirsa, tadqiqotchi, doktor, dotsent bo'lsa, o'qisa, chashlari oqarg'icha o'qisa, bu naqadar ma'nili hayot bo'lar edi. Oliy Nur, men sizni tunidan kechdan bir saqlayapman, dedi Baxtiyor qizning xomush chiroyiga qarab. Nim bo'ldingiz? Mijozingiz yo'qmi qandoq? Baxtiyor, meni oromimda qo'ying. Beshim yerilib ketgidek og'riyotdi. Oliy Nur uningdan qutulish uchun shundoq dedi. Men yotoqqa kirib orom olishim kerak. Men siz bilan shaharga kirib, kechiring. Men sizga hamroh bo'laymi yoki doktorxonaga olib boraymi? Rahmat, birdan uxlasam o'ngshilib qolaman. Oliy Nurning rostila sarg'ayib qolgan chiroyini ko'rgan Baxtiyor o'shiqcha bir nima deyolmay turib qoldi. U bugun shaharga kirib xotira suratga tushishni o'ylagan edi. Lekin Oliy Nur maktab ichiga kirdi-da, darvoza yo'chqidan uni ko'rsatdi. O'z joyida mixlanib qolgan Baxtiyor asta yo'lning uchiga o'tib, ko'cha avtobusiga tushdi-da, ketib qoldi. Oliy Nur darvozadan oldirab chiqdi. U maktab atrofidagi oshxona xo'jayinlari bilan qisqali so'zlashib, yana bir oshxonaga kirib ketadi. Yetimning ishini Xudoyim o'nglaydi degandek, 35 yoshlar chamisidagi g'o'ljila xo'jayin uning tanglikda qolganligini ko'zda tutdimi yoki o'zimning yurtliq ekan deb himmat qildimi, aytavur Oliy Nurning talabiga qaytaldi. Mening ismim Rahimjon. Hadingizning ismi? Xo'jayin eshik tubida pul yig'ib o'tirgan qora qumchoq ayolga qaradi. Tursunay, oshxona shanba, yakshanba bo'libmi har kuni 3 ta bak besib bo'lib ketadi. Uqib oldingizmi? Uqdim, rahmat sizlarga. Oliy Nur shu kunila ishga tushib ketdi. Atsi yakshanba butun bir kun ishladi. Dushanba kunidan boshlab har tushligi yugurib kelganicha tomoq to'shish, jo'zi surtish, xaridorlarni kutish bilan oldirash bo'lib ketadi. Kech taraflarda bo'lsa, qochquchilarni yo'yib, qozon boshlarini, oshxonalarni tozalab, bir kechada bekor bo'ladi. Oliy Nur kelgandan beri oshpaz mulozimlarmi baxushal edi. Chunki oshxona birdilla pokiz, ratlik bo'lib, saramjonlashib qolgan edi. Aslida tamqini huddiga olgandan xushal bo'lgan Rahimjon hafta bo'lganda Oliy Nurning qo'liga 20 so'm tutqizib qo'ydi. Bir kuni tushligi Oliy Nur oshxonada oldirash mulozimlik qilayotganda tomoq yegili kirgan Baxtiyor uni ko'rib qoldi. Uning langmanga omroq ekanligini bilgan Oliy Nur tomoq sunish to'shkining ichkiriga qarab yana bir langman deb varqiradi. Ko'zlari chaqchib, tikilib qolgan Baxtiyor qachonlarda oldiga tomoq kelganini sezmay o'tiradi. Dilqut xazinasi. U yaqindan buyon Oliy Nurning shanba, yakshanba ham har kuni tush kashlarda nima uchun yo'qolib ketganligining sababini tushungan edi. Siz bo'ldi gap qilmang, maktab oldini men saqlang. Tushdagi jiddiylik selikkandan keyin Oliy Nur Rahimjon bilan Tursunayga "Amsi men darsga boray" deb qo'yib, oshxonadan oldirib chiqib ketdi. U maktab darvozasi oldida saqlab turgan Baxtiyorning oldiga yugurib keldi. "Bu siz nima qilganingiz?" Baxtiyor xafa bo'lgandek qiladi. "Odamning mumusini keltirib, bu nima deganingiz? Boshqalarga yengib yashagandan emgak qilib yassinmizmi?" Oliy Nurning g'ururi zararlangan edi. "Ko'nlarning o'zini har qiluvchi kuchini har degan so'zni nima deb tushundirasiz?" "Ya,
Yo'q, men undaq demoqchi emas edim. Baxtiyor qilgan so'zdan qattiq o'ng'aysizlandi. Siz o'quvchi ekansiz, vazifangiz yaxshi o'qish. Darslarda chekinib ketsangiz qandoq qilasiz? Yaxshi o'qish uchun qo'rsoq to'q bo'lish kerak. Quruq tag'ar o'rturmaydi degan gapni anglamaganmisiz? Olinur, siz meni xato tushunib qolmang, dedi Baxtiyor yelingan holda. Bizdek do'stingiz, saboqdoshingiz turg'uchida sizni tanglikda qo'yamizmi? Rahmat sizlarga. Men bu himmatimlarni cho'qim qaytiraman. Olinur nalagidir qarab so'zlayotdi. Lekin allohning rohati, tilmakning jafosiga arzimas degan gap bor. Davomli sizlarga yo'lni olsam, vijdon azobi tortib qoldi ekanman. Bundaq kunga qolganimdan taratxona tozalab, bir parcha nonni ishonchlik, yuzim qizarmay yeyishim afzal ekan. Bu ko'ngilsiz suhbatdan keyin bir hafta o'tdi. Olinur tushdan keyingi 2 soatlik darsdan amdili tushib, yotqiga kelishi enis Axtam kirib keldi. Uning bulutdek tutilgan chiroyi, ig'ir nafas elishi, g'azabli qisilgan ko'zlaridan bir shumliqni sezgan Olinur uni sirtqa boshlab chiqdi. Ular qizigan bozor ko'chisini kesib o'tib, cho'ng yo'l bo'yidagi akatsiyalikka keldi. Qursqin ashmo, tamoq qilib beraymi? Yo'q, gelimda suv o'tmaydi. Uyda biror ahvol yuz berdimi? G'alatilik ko'rmasan-ku. Opam odam emas ekan. Men bu yerdan ketaman. G'azab qilib yerilgan qiyni qiziq Axtam oyog'ini bir chetga qayirib qo'yib, bugun tushdi ko'rgan rasvochiligini so'zlash bilan yig'lavatdi. Oshxonaga nagan-naganda bir kelib qarsini ko'rsatib qo'ydigan Matnuriy shopirning keyingi vaqtlarda oyog'i uzildi. Biroq Gulnisoxon 3-4 kunda bir qatim belgidagi soatga qarab qo'yib uyiga ketadi. U Axtamning kavobdanni tashlab bir yerga ketolmaydiganligini bilgachgimi, 2-3 soat hayol bo'lib paydo bo'ladi. Axtam aqlini bilgandan tartib Matnuriy shopirga o'sh bo'lib qolgan edi. Uning bezang chiroyiga qarasala, tuklari ta'tir o'rilib, mushtumlari tugiladi. Bu la'nat qor eyiqning opsi bilan chatoqlashib yurganligiga ko'zi yetgan Axtam fursat kutib yuradi. Bugun atdigan oshxona echilib, tushga oz qolganda Gulnisa kassa tartmasiga qulupni soldi-da, Axtamga amdi kelgan xaridorlardan pulni yig'ib qo'y deb ketib qoldi. Kavob buyurtgan 4 xaridorning 30 zig kavobini chalib bo'lib pishirgan Axtam taxslarga tizib akirib berdi-da, dam elib o'tirgan mulozim bolaga kavobdanni topshirdi. U har xil parazlarni ko'nglidan o'tkazgach, bino oldiga keldi. Puftining ufchida dastlab pallampaylardan o'rladi. Oshqishni qulupga shab chiqarmay silib, avaylab eshikni ochdi. Ondan o'jiri eshikka quloq yoqdi. Bu chaqda ichkaridan "Voy Gulnisa, bir shabi bodaq qiladi-ku" degan ovoz anglandi. Matnuriyning zuvoni besiqmay turib, Axtam uyga besib kirdi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavalla nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.